Demak, bu darsda sizlar bilan köntön fe'lini o'tishimiz kerak ekan. Köntön fe'li bunga e'tibor bermang. Bo'ldi, e'tibor bermang. Yo'q bu. Tushunarlimi? Xo'p, köntön fe'li nima? Bu könen fe'lining konjunktiv zwei shakli. To'g'rimi? Konjunktiv zwei haqida gaplashdik, to'g'rimi? Qaysilar bor edi? Hätten bor, würden bor, wären bor. To'g'rimi? Ha? Misol uchun, menda o'zimizni istaklarimizni, vinshlarimizzi shular yordamida aytsak bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni yordamida nima ma'no berar ekan, qaranglar. Sa bo'lardi degan ma'no berar ekan. Misol uchun nimadir qila olsa bo'lardi, qilsam bo'lardi degan gaplar. Mumkin edi. Shunaqa qilish mumkin edi degan ma'no bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Buni yordamida iltimoslar, maslahatlar, amalga oshmagan istaklarni ham aytish mumkin ekan. Tushunarlimi? Tushunishi. Ich könnte, du könntest, sie es könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten deb tushunar ekan. Gaplar misolda ko'ramiz. Wir könnten zusammen lernen. Biz birga o'rgansak bo'lardi degan gap. Tushunarlimi? Könnten o'rniga können qo'ysam qanaqa ma'no bo'ladi? Bu zamonga bog'liq gap emas bu. Oddiy können qo'ysak, wir können zusammen lernen. Biz birga o'rgana olamiz degan oddiy gap, to'g'rimi? Lekin bu misol uchun yoningizdagi she'ringizga qarab wir könnten zusammen lernen desangiz, biz birga o'rgansak bo'lardi deb xuddi taklif berayotganda yoki maslahat berayotganda yoki iltimos qilayotganda ma'noda bo'ladi. Bu endi o'sha vaziyatdan kelib chiqadi. Tushunarlimi? Keyingi gap. Wir könnten Schach spielen. Biz shaxmat o'ynasak bo'lardi degan. Tushunarlimi? Biz shaxmat o'ynasak bo'lardi yoki biz shaxmat o'ynashimiz mumkin edi degan gap ma'nosida keladi. Tushunarlimi? Keyingisi. Wir könnten ins Kino gehen. Biz kinoga borsak bo'lardi degan gap. Tushunarlimi? Wir könnten ins Kino gehen. Endi könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Bu iltimos. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Nima degani bu? Wiederholen degan tarjimasi nima? Yo'q. Yana bir marta mana. Umuman ma'nosi könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Yana bir marta qaytara olasizmi? Bu iltimos. Tushunarlimi? Yana bir marta qaytara olasizmi? Misol uchun darsda hören qo'yapman, bajaryapsizlarda. Fertig oder noch einmal desam, könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? deb aytishingiz mumkin. Yana bir marta qaytara olasizmi yoki yana bir marta qaytarsangiz bo'lardi degan bu juda muloyim gaplarda ishlatiladi, tushunarlimi? Misol uchun könnten o'rniga können qo'ysak, können Sie das bitte noch einmal wiederholen bo'lsa, bu yana bir marta qaytara olasizmi? Bu qo'pol, salgina qo'polroq. Lekin bu könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Könnten qo'yilsa muloyimroq bo'ladi, ya'ni. Tushunarlimi? Muloyimroq iltimoslar, takliflar. Könntest du mir bitte helfen? Menga yordam bersang bo'lardi. Yoki menga yordam bera olasanmi deb muloyim gapirilyapti. Tushunarlimi? Könntenni o'zini qo'ysak, könnten to'g'ri, bu ham lekin bir xil o'qilar ekan deyarli. To'g'rimi? Keyingisi. Du bist müde? Sen charchaganmisan? Du könntest früher ins Bett gehen. Ya'ni, sen charchaganmisan? Yotog'ingga ertaroq borsang bo'lardi. Yoki yotog'ingga ertaroq borsang bo'ladi. Bu maslahat sifatida ham kelyapti. Tushunarlimi? Bu maslahat ma'nosida kelyapti mana shu narsa. Mana bu. Keyingisi. Ihr habt Hunger? Sizlarda ochlik bormi? Ha? Ihr könntet eine Pizza bestellen. Ya'ni sizlar
bitta pitsa buyurtma qilsangiz bo'lardi. Tushunarli? Ya'ni bu maslahat sifatida kelyapti, mana bu ikkalasida maslahat ma'no kelyapti. Ha? Keyingisi. Du verstehst das Thema nicht? Ya'ni bu mavzuni tushunmadingmi? Du könntest fragen. Savol bersang bo'lardi. Tushunarlimi? Keyingisi. Ich könnte jetzt am Strand liegen. Bu endi ana bu. Amalga oshmagan istaklar. Ich könnte jetzt am Strand liegen. Strand liegen. Ya'ni qani edi men sohilda yota olganimda degan gap. Tushunarlimi? Bu amalga oshmagan istaklar. Hop, keyingisi. Es ist so kalt. Juda sovuq. Ich könnte jetzt eine heiße Suppe essen. Qani edi hozir bitta issiq sho'rva icha olganimda edi deyapti. Tushunarlimi? Aber jetzt unmöglich misol uchun. Hozir misol uchun sovqotib o'tirgan paytimizda xayollaringdan keladi shunaqa. Ich könnte jetzt eine heiße Suppe essen. Issiq sho'rva icha olganimda edi. To'g'rimi? Lekin imkonsiz darsdamiz misol uchun. Ha? Xo'p, demak, könnten fe'li konjunktiv 2 shaklida iltimoslar, maslahatlar, amalga oshmagan istaklarni qo'llash uchun, ya'ni muloyim gaplarda ishlatiladi bu narsa. Tushunarlimi? Haben Sie Frage? Demak, yozib olinglar.